daromad olaman. 7, 8, 10, 15. Oyligimga bemalol bitta yangi rusumdagi avtomobilni o'zimga ola olaman. Ko'z tegadi. 100 million bormi oyiga? Kosmetikalar ham tabiiy degan uchun kirib keldim. Daromadlar o'zi aniq aytilmaydi. Yo, primer o'rtacha. Primerda bitta mashina, kamida bitta mashina olsangiz bo'ladi. Qarasam, odamlar pul olishyapti, oila olishyapti. Men qiziqib shu bilan mahsulot olib ichib yuraman, shu bilan ishlab ketdim. Hozirgi paytda 30 million oylik olib, daromadimni olyapman. 2 oylik oyligimga bitta avtomashinasi bo'ladi. 2 oylik oyligimga birinchi avtomashinani o'zim xarid qilganman. Uyda o'tirgan ayollarga birinchi o'rinda harakat qilinglar. Bunaqa daromadga erishsa bo'ladi. Bor, Ersak kompaniyasi orqali. Realniy. Tabiiy mahsulotlardan foydalanishni tavsiya qilib qolaman. Chunki bu mahsulotlarimiz oddiy do'konlarda topilmaydi. Hamma narsasi ritqa